Alopetsiya uchun o'zini ukollari bor. Uni kelgan vaqtda yana analizga ham qarab, undan keyin biz sochiga ukol qilamiz. O'zini mezalari bor. Alopetsiya bu gormonal narusheniyani hisobiga ham bo'lishi mumkin. Folikulalarning yallig'lanish hisobiga ham bo'lishi mumkin. Dihidrotestosteronni oshib ketgani hisobiga yog' bezlari yallig'lanib ketadi. O'shani hisobiga soch to'kilishi bo'ladi, yog'lanishi bo'ladi. O'shani ham normaga solish kerak. Gormonlar bilan ishlash kerak. Vitaminlar bilan ishlash kerak birgalikda. Anemiyasi bo'lsa ham odamlarda soch to'kiladi. Uni ham ko'rish kerak. Keyin ko'pchilikda beramenniy bo'lgan vaqtida soch to'kilishi bo'ladi yoki operatsiyadan keyin bo'lishi mumkin. Keyin qalqonsimon bezi hisobiga ham soch to'kilishi bo'lishi mumkin. Bu soch to'kilishini nima sababdan kelib chiqqani birinchi biz aniqlashimiz kerak. Undan keyin shunga qarab lecheniya qilishimiz kerak. Agar soch to'kilayotgan bo'lsa, muolajaga ham kela olmaydigan bo'lsa, u sharoitida ham domashniy uxotlar qilsa bo'ladi, vitaminlar bilan to'g'irlasa bo'ladi. Buning uchun kommentariyaga soch sozini yozib qoldirsangiz, men sizlarga to'liq ma'lumotni yuboraman.